Assalamu alaykum qarindoshlar, xush keldinglar. Biz bugun birinchi darsimizni so'zlaymiz. Men eng avval bu birinchi darsda farzand tarbiyasi zodi ota-onalar uchun nima uchun bu kadar muhim degan tema haqida to'xtalmoqchi. Balki nurg'un kishilar so'rashi mumkin. Biz buning muhimligini, ahamiyatini allburun tunib yetdik. Buning muhimligini so'zlashdan hojati yo'q. Bizga hozir faqat konkret usul choralarni so'zlasak bo'ldi emasmi deyishi mumkin. Ammo menimcha undaq emas. Men kitobxonlarda setilmayotgan oila tarbiyasi haqidagi nurg'un kitoblarga, mushtir bulunmayotgan bolalar jurnallarga tarjima ovoz berilgan bo'lsa-mu, hech ko'rilmayotgan balalar kartonlarga qarab, bu hukmning toza to'g'ri emas ekanligini his qilaman. Hayotdagi eng aqlli qonuniyatlarning biri biz eng muhim bilgan ishlarimizga hayotimizning eng markaziy yeridan o'rin beramiz. O'ylab boqaylik. Bolalarning sinf yig'iniga qatnashishga vaqti yetmaydigan ota-onalarning kechlik yig'ilishlariga har doim vaqti yetadi. Bolalarga kitob o'qib berishga vaqti yetmaydigan ota-onalarning soat-soatlab quruq parang selishga vaqti yetadi. Agar biz turmushimizdagi mush inchki tafsilotlarga, kichik nuqtalarga obdan diqqat qiladigan bo'lsak, biz o'zimizning farzand tarbiyasini muhim biladigan bilmaydiganligimizni harakatimiz orqali o'zimizmi his qila olamiz. Masalan, tuvandagi savollarni o'ylanib boqing. Balki bu savollar bizga o'zimizning bu haqdagi ifodasining zodi qanday ekanligi haqida balkim diagnoz qo'yishga foydasi bo'lishi mumkin. Masalan, siz bolalaringizning do'stining kimlar ekanligini bilamsiz, ismini bilamsiz, ularning ota-onalarini bilamsiz. Bolalaringizning har qaysi fanlarni o'tayotgan o'qituvchilarining ismini bilamsiz. Ular bilan oyda bir qatim aloqalashamsiz bolangiz haqida. Undan keyin bolalaringiz nimalarga qiziqadi, nimalarga qiziqmayotidi. Yaqinda bu yoqqa kayfiyati qandaqroq va bu kayfiyatlarda qandaq o'zgarishlar bo'lyapti. Diqqat qilib boqdingizmi? Hozir qadar bola tarbiyasi uchun masalan siz kitobxondan bir kitob setib olib, boshdan oxiri to'liq astoydil o'qib boqdingizmi? Balki bu savollarni aytib ko'p so'ralishimiz mumkin. Ammo yuqorqi savollar asosida biz o'zimizga samimiy bo'lib bir savol so'rab boqadigan bo'lsak, menimcha o'zimizga yaxshi diagnoz qo'ya olamiz. Tuvanda men oila tarbiyasining zodi nimalardan darak berganligi, uning qandaq muhim ekanligi haqida bir qancha nuqtada to'xtalaman. Birinchidan biz musulmon bo'lib suhbatimiz bilan qilgan amallarimizning qaysi darajada yoki uning hukmining qaysi darajada ekanligini bilishga qiziqamiz. Chunki uning hukmining qaysi darajada ekanligini bilish bu ishga ahamiyat berish bermasligimizni zo'r darajada belgilaydi. Mening tushunchimcha ota-onalarga nisbatan farzand tarbiyasi farz xarakterli amal, ya'ni vojib darajasida. Alloh Qur'oni Karimda sura Tahrimda mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahliyakum nara." Buning ma'nosi nima? Buning ma'nosi ey iymon etgan kishilar, ey mu'minlar, sizlar o'zinglarni, andan keyin o'zinglarning ahlinglarni o'tdan saqlanglar. Bu yerdagi ahlinglar deganning ma'nosi sizlarning qo'l ostinglardagilarni, sizlarning oilangdagilarni o'tdan saqlanglar deganlik. Unda bir musulmon o'zining ahlini qanday qilib o'tdan saqlay oladi? Albatta ularni islomda tarbiyalash, islom ichida tarbiyalash bilan, haqni o'rgatish bilan va shu yo'lda yashashga yetaklash bilan andan keyin o'tdan saqlay oladi. Ham bu oyat buyruq shaklida kelgan. Hamda islom qonunshunosligida agar boshqa shart qo'shilmagan ahvolda normal buyruqlar ko'pincha ahvollarda vojibni, ya'ni farzni ifodalaydi. Vojib deganlik agar bir ota-ona buni qilmasa, ya'ni ado qilmasa, o vaqtda bu ota-onaga gunoh bo'ladi deganlik. İkinchidan Payg'ambar alayhisalom hadisda mundaq deydi: "Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Buning ma'nosi sizlarning hammanglar padichi. Har biringlar o'zinglarning padisidan so'ralasizlar, ya'ni mas'ul bo'lasizlar deganlik. O'xshashla, undaqda bir oilaga nisbatan bu oilaning padichisi kim? Albatta dada va ona. Undaqda bu padilar kim? Albatta farzandlar. O vaqtda ota-onalar sizlarning bolalaringlarning to'g'ri yoki xato bo'lgan ishlaridan, ularning savoblik yoki gunoh ishlaridan sizlarmi hisob berasizlar deganlik. Nimishqa hisob beradi ular? Chunki tarbiyalash mas'uliyati ustiga olinganligi uchun bolalarning xato ishlarni qilishi dal ota-onalarning tarbiyadan iborat bu muqaddas majburiyatini yetarli ado qilmas bilan munosabatlik deb qaraladi va shundoq tushuniladi. Ham bu mantiqlik jihatdan shundoq. Hamda nihoyat muhim yana bir hadis bor Buxoroda. Kullu mavludin wulida alal fitrati fa abwahu yumajjisanuhu aw yuhavvidanuhu aw yunassiranuhu. Buning ma'nosi nima? Buning ma'nosi barliq bolalar sap tabiat ustiga tug'iladi. Ya'ni barliq bolalar islomni qabul qiladigan bir tabiat ustiga tug'ildi. Ammo ota-onasi uni ya majusi qiladi, ya yahudi qiladi yoki nasara qilib yetishtirib chiqardi deganlik. O'ylab boqinglar. Bu intayin muhim bir ma'noga ega biz uchun. Ya'ni bolalarning islomda bo'lish yoki bo'lmasligi, musulmon bo'lish bo'lmasligi, hidoyatda minishi yoki zalolatda minishi zo'r darajada Alloh taolo tomonidan ota-onalarga topshirilgan omonat deganlik. Demak bu bizni sal qaraydigan, sal qarash orqali o'tib kelsak bo'laveradigan ish emas. Bu hadisdan biz oladigan yana bir muhim mazmun. Bolalarning hidoyati va zalolatini, ya'ni eng muhim ishini, bir insonning eng muhim ishini dal ota-onalarga omonat qilgan. Hargiz sirtdagi jamiyatga, maktabga, mahallaga emas. Bu intayin muhim. Endi ikkinchi nuqtadan qaraydigan bo'lsak, navbatda oila tarbiyasi masalasi texim uzoqni o'ylaganda bizning milliy mavjudligimizning asosi. Nima shundoq deymi? Biz
favqulodda ig'ir bir tarixiy bosqichda yashayapmiz. Biz bu muhojiratda, bu chet eldagi ko'chman hayotimizda kimligimizni saqlab qolish va qo'dashdan iborat intayin qiyin. Shundaqla intayin muhim bir ulug' vazifani ustimizga olyapmiz. Barliq ota-onalar amaliyotda bu vazifada. Bizni amaliyotda biz qilib turgan, bizning dinimiz, tilimiz, tariximiz, go'zal an'analarimiz, urf-odatlarimiz asosida barliqqa kelgan kimligimizdan iborat. Agar biz bu kimlikdan mahrum bo'lgan vaqtda, garchi biz Uyg'urning badanini ko'tarib yursakmi, ammo Uyg'urning ruhiga, Uyg'urning eng mohiyatli tarafiga vakillik qila olmaymiz. Biz vatanda sistemlik bir majburiy assimilyatsiya asosida yashayapmiz. Ammo chet elda-chi? Balkim biz chet elda bundoq bir ahvolga duch kelganmiz deb o'ylab qolishimiz mumkin. Amaliyotda biz chet elda duch kelgan ahvolmi ma'lum jihatdan aytganda vatandagidek azobli, jafo mushaqqatli bo'lmagan bilan oqibati nuqtadan aytganda balkim vatandagidan texmi xatarlik va texmi taxirsiz. Agar ota-onalar tadbirlik bo'lmasa, bu masalalarga, yani oila tarbiyasidan iborat bu ulug' qurilishga astoydil muomala qilmasa, asta-asta biz avlodlarimizdan ayrilib qolamiz. To'g'ri, biz avlodlarimizning jismoniyatidan ayrilib qolmaymiz, ammo biz ularning ruhini yo'qotib qo'yamiz, kimligini yo'qotib qo'yamiz. Bayam degandek, agar bizning ruhimizda o'rin olgan bu kimligimiz yo'qolib ketgan vaqtda, o chaqda bizning doppini, atlasni saqlab qolishimizning muzilani zinnatlashdan boshqaga asqatmaydiganligini ko'rib yetamiz. Biz uchun mana shundoq muhim bo'lgan kimlik dal oiladan iborat bir madaniyat o'chiqida ota-onalarning tinimsiz, to'xtovsiz, nayt planliq, maqsadlik, hatto strategik tarbiyasi bilan anandan keyin vujudga chiqadi. Anandan keyin biz bu kimlikni saqlab qola olamiz va qo'g'day olamiz. Va o'ylab boqayli, agar bir zavod nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqarsa, oxirgi hisobda bu mahsulotlar eng oxirgi xaridorlar tomonidan sotib olinib iste'mol qilinmasa, o vaqtda bu mahsulotlarning do'konda tizib qo'yilganining hech nimaga ahamiyati bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash, masalan, hozir bizning chet elda nurg'un yozuvchilarimiz, o'limalarimiz, farzandlarimiz uchun yaxshi xizmatlarni qilyapti. Nurg'un kitoblarni chiqaryapti, nurg'un yaxshi filmlarni tarjima qilib tunishtiryapti, yaxshi jurnallarni chiqaryapti. Balki bundan keyin bu xizmatlar texmi ko'payishi mumkin. Albatta biz bunga tilakdoshmiz va umid qilamiz. Ammo oxirgi hisobda agar ota-onalar shu bizning ziyolilarimiz, ilim egilerimiz ishlab chiqargan bu madaniyat mahsulotlarini oilaga elib kirib farzandlarga iste'mol qildirmasa, bu vaqtda o'xshashlar bu mahsulotlarning ishlab chiqarilganidan hech nimaga foydasi bo'lmaydi. Xuddi bizning bolalarimiz uyda ota-onalar pishirib bergan tomoqni yeganiga o'xshash, bu madaniyat mahsulotlarini o'xshashlar ota-onalar tarafidan bolalarga yetkazildi. Agar yetkazilmasa, buni tashkilotlar, derneklar majburiy shaklda qilolmaydi. Bu faqat ota-onalarning yuksak angliqligi va uyg'oqligi bilan ondan amalga oshadi. Endi bu nuqtada ta'kidlaydigan yana bir muhim taraf vatanning kelgusidagi da'vo varislarining yetishib chiqish yoki chiqolmaslik masalasi. Bizning aslida chet elda yashayotgan Uyg'urlarning soni intayin az. Bo'libmi buning ichida vatan da'vosiga aktivlik bilan ishtirok qilayotgan fidoi Uyg'urlarning soni texmi az. Agar biz ota-onalar yetarlik darajada uyg'oq bo'lib, bu farzandlarni yetishtirishni muhim bir vazifa deb qaragan vaqtda, kelgusida bu fidokorlarning soni ko'payish emas, balki texim aziyish qarab menishi mumkin. Albatta Alloh saqlasin bundoq bo'lishidan. Ammo bu bizning tirishchanligimiz va qilgan sababimizga bog'liq. Bu shu nuqtada aytgan vaqtda ota-onalarning farzand tarbiyasi nuqul, ya'ni yumshoq dastlab ma'nogan yaxshi bolalarni tarbiyalash emas. Yoki o'zimizga xizmat qiladigan, o'zimizga vafodorlik ko'rsatadigan yosh bolalarni tarbiyalash emas. Balki eng muhimi o'zining yaxshiligi o'zi bilan cheklanib qolmaydigan, bir millatning, bir vatanning mas'uliyatini ustiga ola oladigan fidokorlarni yetishtirishdan iborat. Hatto men shunday qarayman, hozir chet eldagi har bir Uyg'ur oilasining vatan uchun o'zini atab xizmat qila oladigan birdan fidokor yetishtirish vazifasi bor. Agar biz bu vazifani yoki bu masalani bu qadar yuksaklikda tunib yetmagan vaqtda bizning bu farzand tarbiyasidan iborat bu ulug' ish qilayotgan pozitsiyamiz shunga loyiq bo'lib qoldi. Yani biz yeterlik tirishmaymiz demekçi. Masalan, biz bunda bir mesele o'ylab boqaylik. Balki bizning bolalarimiz hozir o'qiyotgan davlatlarda, maktablarda nayt yaxshi o'qishi mumkin. Balki maktab bo'yicha birinchi bo'lishi mumkin, a'lochi bo'lishi mumkin. Keyin nayt qaltis universitetlarga kirishi, o'zining kasbida biz hayron qoladigan natijalarni qo'lga keltirishi butunlay mumkin. Agar siz bir ota-ona bo'lib sifatingiz bilan kelgusida o'zining kasbida shunday yuqori bir natija qozongan bir bola kelgusida o'zining vatani uchun, millati uchun hech qanday xizmat qilib bermasa yoki xizmat qiladigan bir istikimi bo'lmasa, o vaqtda siz men balamni nayt yaxshi tarbiyalayaldim. O hozir bundaq doktor oldu, yoki bundaq korxonchi oldu, yoki nayt jiq pul tep millioner bo'lib ketdi deb xushallik his qila olamsiz. Menimcha natayin. Biz shuni e'tirof qilishimiz lozim. Mayli biz qancha taraqqiy topgan davlatlarda yashaylik va bolalarimizni u yerda o'qitili. Yanala vatanparvarlik, millatparvarlik, dindorlik, qatorliq bizning ayrilmas ma'naviy qimmatlarimiz ular o'qiyotgan maktablarda, ular o'qiyotgan sinflarda, ular dars olayotgan o'qituvchilarning qo'li bilan emas, balki ota-onalarning tarbiyasi orqali ondan
yetilip çıkıdı. Hiç olmasa ata-analar ballarga özümüzün tarihi, medeniyeti, örüp adetlerimiz, dinimiz hakkında tunji derecede birelese ve ailede şu muhitni yaratalığa vakitte bizden bu ballarımızın kelgüsüdeki vatan, millet tuygusu fakat bu terbiye almagan ballarga qaraganda zor derecede sağlam, güçlük yetişişi mümkün. Hem de qarindoshlar şunu unutup kalmaylı, vatanperverlik onda asan yetilgan narsa emas. Biz vatanda yaşaganligimiz uchun, vatan haqida aslimiz bo'lganligi uchun vatandan sig'ina olamiz. Sig'ingan vaqtda ko'zlarimizga yosh ola olamiz va yosh to'kalaymiz. Ammo kelgusida bizning bolalarimiz biz ularga oilada sizib bergan, nihoyat xira bir vatanning dekoratsiyasini tasavvur qilib cho'ng bo'ldi. Bu xira sizilgan dekoratsiyalar haqancha bo'lsa-mu bizning aslimizdek jonliq, kuchli bo'lmaydi. Vatanparvarlik oxirgi hisobda aslimi orqali yetiladigan narsadan boshqa narsa emas. Ammo biz hech bo'lmasa oilada shuni yaxshi yetishtirib olsak, biz kitob o'qib berish bilan, qahramonlarimizni so'zlab berish bilan, tariximizni so'zlab berish bilan har doim shu muhitga sun'iy shaklda bo'lsa-mu yaqinlashtirish bilan andan keyin bolalarimizdagi vatanparvarlik va millatso'yarlikdan iborat bu muhim ruhni yetishtirib olamiz. Yoki hech bo'lmasa bu ruhning bek ojizlab ketishining, yo'qolib ketishining oldini ola olamiz yoki kechiktirib olamiz. Uchinchidan aytgan vaqtda bir jon egasiga nisbatan o'zining pushtidan bo'lgan avlodlarini beqish, yaxshi tarbiyalash uning tabiiy majburiyati. Uçar kuşlarımı özünün kuşlarına kanda dallaşını, uzuqluqlarını kanda tepip yeyişini gütüdü. Yirit kuş hayvanlarımı özünün ballarına bu ormandan ibaret korkunçluk dünyada kandak oğulaşını ügütüdü. Yani kandak yaşaşını ügütüdü. O da şunun qoxşaş bir ata-ananın özünün prezentiga bu dünyada kandak yaşaşını ügütüşü, onun kandak terbiyelişi, onun en akalli mecburiyetinden ibaret. Dördüncüden, menimcha normal bir istekki ega har bir inson o'zining hayotini muvaffaqiyatli o'tkazishni xohlaydi. Balki biz nihoyat yaxshi tirish o'qish orqali dağlıq oliy maktablarga kirib, u yerda yaxshi o'qib, yaxshi o'rganib, yuqori ilmiy unvonlarni ola olishimiz mumkin. O'zimizning kasbida balki dunyo hayron qolgudek natijalarni qo'lga keltira olishimiz mumkin. Yoki iqtisodiy sohada nihoyat taraqqiy qilib, korxonchi bo'la olishimiz, nihoyat ko'p pul topa olishimiz mumkin. Mana bu shular bugungi kunda bizning hayotimizdagi bir muvaffaqiyat degan bir uqumga aslo vakillik qila oladi. Agar siz shunday qila oldingiz deyli, yoki ilmiy jihatda, yoki iqtisodiy jihatda, yoki boshqa jihatda muvaffaqiyat qozondingiz. Agar sizning bolangiz nihoyat yo'ldan chiqib ketgan, topdan chiqib ketgan bir axloqsiz bola bo'lib cho'ng bo'lsa, cho'ng bo'lganda sizga qarabmi qo'ymaydigan, sizning holingizning nechuk ekanligini o'ylabmi qo'ymaydigan bir vafosiz bola bo'lib cho'ng bo'lsa, yoki o'zining millati va vataniga xoinlik qiladigan bir xoin bo'lib cho'ng bo'lsa, siz o'zingiz qo'lga keltirgan shu muvaffaqiyatlaringiz bilan yana xushallik his qila olamsiz, huzurni olamsiz, natayin. Sizning shu muvaffaqiyatingiz elib kelgan iftixorlik tuyg'usi, shu bolalaringiz elib kelgan azobni to'liq yengillata olamsiz sizningcha. Meningcha yana natayin. Agar birov sizdan sen hayotini muvaffaqiyatli o'tkazibsa, qarasa bunda korxona quribsa, ilm sohasida bunda yuksak pallaga yetishibsa, sen hayotingda bir muvaffaqiyat qozongan odam ekansan desa, siz ichingizdan shuni qoyil bo'lib turib, shundoq deya olamsiz. Meningcha yana natayin. Endi yuqorida so'zlaganlarimni qisqacha xulosa qilgan vaqtimda, mayli diniy nuqtadan qarayli, mayli insoniy istak nuqtasidan qarayli, mayli milliy mavjudligimizning taqozosi nuqtasidan qarayli va yoki shaxsiy muvaffaqiyat istaklarimiz nuqtasidan qarayli, bugungi kunda ota-onalar uchun farzand tarbiyasi va farzand tarbiyasini eng yaxshi shaklda ado qilish eng yaxshi musulmonlikdir, eng yuksak vatanparvarlikdir, eng saf insoniylikdir, shundoqla eng yuqori muvaffaqiyatdir. Ya'ni shundoqla farzand tarbiyasi ota-onalarga nisbatan vatan uchun xizmat qilishning, vatan davosiga ishtirok qilishning eng qulay va eng natijali, eng unumli yo'llarining biridir. Sizlarga ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.